Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Ishlar bilan charchamasdan, ishlarga borib kelib. Men ham yaxshi, Xudoga shukr. Bizning qarindoshlarga to'y boshlandi. To'yga kelinglar. Ertaga nahorga oshga hammalaringizni taklif qilaman. Keyin men bugun juda ham xursandman. Alloh hamisha uzog'idan suyuntirsin. Mani o'g'lim dadasi bilan yashaydi, dadasida degandim-ku, agar eslasalaringiz, meni oldindan kuzatayotganlarim biladi. Shu opam tug'ib bergan o'g'il farzandim. Xullas, kecha kuni dadasi o'zi olib kelib tashab ketdi. Endi mana shu solgan uyimda, shu yerda yashaydi o'g'lim. Xudo xohlasa, yana qaytarib olib ketib qolmasa, shu yerda yashaydi. Shunaqa. Endi uni bolami kelguncha juda ko'pchilik har xil gaplar o'ynatdi. Endi bu qiziqqanlar uchun. Meni shaxsiy hayotimga qiziqqan insonlar bor oramizda. Masalan, sen tashvishing kimga kerak? Hammani o'zini muammosi o'ziga yetarli. Yo'q, men muammoyimni sizlarga bosh og'riq qilmoqchi emasman. Muammo bas xursand bo'lganimdan men o'zimni ashaddiy muxlislarim uchun xursandchiligimni baham ko'rib aytyapman. Shunaqa. Keyin bu internetga chiqib yallo qilib yuribdi, bolasini har yerlarga tashab qo'yib yuribdi deganlar uchun. Endi men u insonlarga hammasiga bittama-bitta o'zimni oqlab yoki men bunaqaman, sizlar meni yomon deb, sizlar men o'zim yaxshiman degan. Men o'zimni oqlashni yomon ko'raman. Demayman hech qachon. Shuning uchun internetda nimaga internetga ommaga olib chiqyapsan oilaviy problemangni demanglar. Chunki mana shu gapiradiganlarim shu internetda ham kuzatishadi. Shuning uchun meni ashaddiy muxlislarim, meni dushmanlarim deyolmayman, dushmanim yo'q meni. Shunaqa gapirgan insonlar, meni tushunmasdan, tushunmovchilik bo'lgan insonlarga o'g'lim keldi, dadasi olib kelib berdi. Xudo xohlasa, mana shu solgan uyim bolam uchun edi. Mana shu bolam o'zini uyiga keldi, shu yerda yashash uchun. Shunaqa. Keyin bu boshqa turmushga chiqib ketdi. Masalan, mana negativlarda ham ko'p yozishyapti. Qaysi ona o'zini farzandini tashab boshqa erga tegadi, boshqa qiladi. Sizlar his qila olmaysizlar baribir bu narsani. Men aytganim bilan ham baribir his qila olmaysizlar uni. Shuning uchun ko'p ayollarimiz yozishadi, endi negativ yozishadi-da. Sen bolangni tashab qanaqa onasan? Turmushga chiqib ketding. Zararmidi senga shunaqa turmushga chiqish? Yo'q, menga zararligi uchun men turmushga chiqib yashayapman. Xudoga shukr, oilam tinch. Shunaqa. Bu o'sha qiziqtirganlar uchun ma'lumot. Shunaqa o'rtoqlar. Bilmaganlar bilib olinglar. O'g'lim men bilan oldimga qaytdi. Allohga shukr. 2 yil, 3 yil mobaynida men ichimdan o'tgan his-tuyg'uni o'zim bildim, Alloh bildi. Allohga oxinolalarim yetib bordi, farzandim qaytdi. Dadasi olib ketib qolmasa. Lekin bemalol ruxsat beraman. Dadasi xohlagan paytda kelib ko'rishi yoki olib chiqib ketib aylantirishi, bir kun, 2 kun o'zi bilan birga olib yurishi, unga ruxsat bor. Dadasi xohlagan paytda kelib ko'rishi yoki chaqirib ko'rishi mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hamma baxtli bo'lsin bu hayotda.